Farg'onada vagon ustiga chiqib selfi qilmoqchi bo'lgan yigitni kuchli elektr toki urib yubordi. Holat viloyatning Bag'dod tumanida ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, 2011-yilda tug'ilgan Bag'dod tumanida yashovchi fuqaro temir yo'l vokzaliga o'zboshimchalik bilan kirgan. Stansiyada turgan aynan mana shunday poyezd vagonlari ustiga chiqib selfi qilmoqchi bo'lgan yigitni yuqori kuchlanishli elektr toki urib yuborgan. Joriy yilning 28-oktyabr kuni navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Bag'dod tumanida joylashgan 61-sonli o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisini tok urganligi haqida xabar berilgan. O'rganish natijasida ushbu 7-sinf o'quvchisi belgilanmagan joydan o'tib, temir yo'lda turgan vagon ustiga chiqib, telefonida o'zini selfi qilib olmoqchi bo'lgan vaqtida elektr toki urishi natijasida tan jarohati olgan. Mana shu vagonda ustiga chiqqan, tepada yuqori kuchlanishdagi tok urgan, pastga tushgan. Tushganda ahvoli juda chatoq edi. Og'ir tan jarohatlari olgan 7-sinf o'quvchisi zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Bemor 28-oktyabr kuni soat 17:00 larda o'ta og'ir holatda Bag'dod tumani tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelindi. Bemor olib kelganda ahvoli o'ta og'irligi sababli dastlabki yordam ko'rsatilib va tekshiruvlardan so'ng zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga olib chiqildi. Reanimatsiya bo'limida bemor holati baholanib, kombinatsiyalangan jarohat tananing, ya'ni yuz, bo'yin, ko'krak, qorin, ikkala qo'l, oyoq, som sohalarini 50% atrofida elektr tokidan kuyishi, 2-3 darajali kuyish shoki, bosh miya yopiq shikasti, bosh miya chayqalishi tashxisi qo'yildi. Bemorga hozirgi kundagi zaruriy tekshiruvlar o'tkazilib, standartlar bo'yicha davo muolajalari olib borildi. Bemor ahvoli dinamikada stabillashib borib, shok etapidan chiqqandan so'ng Respublika shoshilinch tibbiy ilmiy markazi kombustologiya bo'limiga davolash muolajalarini davom ettirish uchun o'tkazildi. Hozirgi kunda bemorning ahvoli dinamikada yaxshilanib bormoqda. O'zboshimchaligi sababli ayni kunlarda shifoxonada davolanayotgan o'quvchi bilan sodir bo'lgan aynan mana shunday mudhish holatlarning oldini olish maqsadida Farg'ona transport prokuraturasi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Hurmatli fuqarolarga, ota-onalarga shu narsani aytamizki, biz hozirgi mana Kantak tarmog'i deydi, temir yo'lda elektrlashtirildi. Bu yerda juda ham yuqori kuchlanish, ya'ni 27,5 ming volt kuchlanish bor bu yerda. Shunaqangi bilish kerakki, ota-onalar tushuntirish kerak. Bu yerda u tokni ushlash shart emas. Borib tepaga ko'tarib ushlash shart emas. Yaqinlashsa, kamida 2 metr masofaga yaqinlashsa, tok urish jarayoni boshlanadi. Ehtiyotsizlik sabab o'zingiz va yaqinlaringiz jabrlanmasligi uchun har bir harakatingizga e'tiborli bo'lishni unutmang.